1071-yil Saljuqiy turklar hukmdori Alp-Arslan o'zining 30 minglik qo'shini bilan Vizantiyaning 200 minglik askariga qarshi Anadoluning Malazgirt tekisligiga keladi. Sulton Alp-Arslan o'zining sodiq safdoshlariga jangdan oldin shunday nutq so'zlagandi: Askarlar, dushman qo'shini biznikidan bir necha barobar ko'p, ammo ular kufr yo'lida, biz esa vatanimiz uchun haq yo'lida jon olib, jon berish uchun shu yerdamiz. Bugun men sizlarning oldingizda sulton emas, oddiy bir askar kabi jang qilaman. Kim jonini Alloh uchun fido qilishga tayyor bo'lsa, menga ergashsin. Agar jangda shahid ketsam, men uchun qasos oling. Agar jangda g'olib bo'lsak, bu Allohning inoyatidir.